Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Efirlarga bog'lagan holda yana bugun sizlar bilan efirdamiz. Endi bugungi mavzumiz eng organizmga energiya balansini mustahkam qiluvchi, energiya balansini tiklovchi ajoyib mahsulot sut va sut mahsulotlari haqida gaplashamiz. Sut va sut mahsulotlari haqida gaplashishdan oldin bir og'iz kardamonli sehrli choyni ichib olamiz. Tarkibida kardamon, arpa badyon va hamda ko'k choy saqlaydi. Kayfiyatni ko'tarib olamiz, hazmni yaxshilab olamiz va nutqni ravon qilib olamiz. Ajoyib ichimlik. Endi sut bilasiz, azaldan ozuqa vosita sifatida qo'llanilgan. Tarixdan bu ozuqa sifatida insonni to'q tutuvchi kaloriyali o'sha mahsulot sifatida e'tirof etilgan. Tarixdan buni ota-bobomiz iste'mol qilib kelgan. Endi sut bir nechta o'zini tarkibida foydali xususiyatlarni saqlaydi. Ya'ni tarkibida minerallar, vitaminlar mavjud, aminokislotalar mavjud sut tarkibida. Endi sut tarkibida asosiy o'sha minerallardan bittasi bu kalsiy. Suyaklarimiz uchun, suyaklar shakllanishi uchun juda ham foydali mineral hisoblanadi. Undan tashqari tarkibida yog'lar mavjud, oqsil mavjud, ya'ni sut oqsili. Undan tashqari laktoza mavjud. Vitaminlar mavjud. Turli xil o'sha minerallar, kaliyga boy, magniyga boy mahsulotlar sirasiga kiradi. Endi sutni azaldan nima desam bo'ladi? Ota-bobolarimiz uzoq yillar davomida qabul qilib kelgan. Hozirgi kunga kelib sutni, ya'ni laktozani qabul qila olmaslik kuzatilyapti. Nima uchun ilgari tarixda laktozani qabul qila olmaslik kuzatilmagan-u, hozirgi kunga kelib sutni qabul qila olmaslik holatlari kuzatilayotganligi haqida qisqacha gaplashamiz. Va sutdan olinadigan mahsulotlar haqida ham gaplashamiz. Ularning tabiiy xususiyatlari, foydalari haqida gaplashamiz. Yaxshigina joylashib olaylik. Endi sutni qabul qila olmaslik antibiotiklar paydo bo'lgan kundan boshlab sutni qabul qila olmaslik boshlandi. Bilasiz, antibiotiklar o'sha zararli bakteriyalarni nobud qiluvchi, foydali bakteriyalarni nobud qiluvchi bir sintetik vositalardan bittasi sanaladi. Endi bu vositalar asosan turli xil patologik holatlarda qo'llaniladi. Hozirgi kunga kelib ushbu vositani, ya'ni o'sha antibiotik vositasini palapartish, qabul qilish holatlari juda ham ko'payib ketdi. Antibiotik bilasiz, zararli bakteriyalar bilan bir vaqt o'zida foydali bakteriyalarni ham nobud qiladi. U oldidan chiqqan killerlarni hammasini, bu foydali, bu zararli deb o'tirmaydi. Hammasini nobud qilish xususiyatiga ega bo'lgan vosita sifatida qaraladi. Endi bizda foydali bakteriya bu bizning immun hujayralarimizni shakllanishiga yordam beruvchi bir vositalardan bittasi sanaladi. Ya'ni immun hujayralarimiz asosan ichaklarda shakllanadi. Bu uchun desa, ichaklarda asosan bizning bakteriyalar, ya'ni laktobakteriyalar, bifidobakteriyalar va boshqa shunga o'xshash foydali bakteriyalarimiz yashaydi. Endi biz o'sha bakteriyalarni nobud qilish orqali, ya'ni laktozani qabul qila olmaslik holatini
keltirib chiqaramiz. Ya'ni organizmda biz foydali bakteriyalar va albatta zamburug'larni nazorat qilib turadi. Zamburug' ham kerak organizmga, ular stafilokoklar bilan oziqlanadi. Endi agar biz zamburug'ni nobud qilamiz desak, stafilokoklar organizmda ko'payib ketishi mumkin, yiringli proseslar. Bular ham yaxshi emas. Yarali proseslarga olib kelishi mumkin, yiringli proseslarga. Bu o'sha zamburug'larga qarshi kurash natijasida yuzaga keladi. Endi biz foydali bakteriyalarni nobud qildik. Antibiotik qabul qilib. Nima qilishimiz kerak? O'sha vaqt oralig'ida sut ichmasligimiz kerak. Sut ichdik, biz zararli bakteriyalarni oziqlantirib qo'yamiz. Ularni rivojlanishiga yo'l qo'yib beramiz. Laktoza ularni oziqlantiradi. Va laktoza ichiga tushib saxarozaga aylanadi. Saxaroza parazit, bakteriya, mikroblarni oziqlantiradi. O'zi ham ozuqa sifatida qaraladi. Endi o'sha periodda biz ichmasligimiz kerak va imkon qadar o'sha mikroflorani, ya'ni ichakning mikroflorasini tiklash uchun sut mahsulotidan foydalanamiz. Bu probiotiklar deyiladi. Bu achitqi sut, achitqi bakteriyalarni saqlovchi. Bu ham sutdan olinadi. Bakteriyalar hisoblanadi. Yoki bo'lmasam prebiotiklar yoki hozirgi zamonaviy metabiotiklardan foydalansak bo'ladi. Eng yaxshi metabiotik sifatida soyadan olinadigan o'sha Daigo metabiotikini bilaman, juda ham yaxshi metabiotiklardan bittasi hisoblanadi, lekin narxi qimmat. Bundan tashqari Coral Club firmasida Metastic degan o'sha metabiotik mavjud. Bu ham ajoyib o'sha Tayvanda mahsuloti metabiotiklardan bittasi sanaladi. Ya'ni radnoy mikroflorani tiklashga yordam beradi. Ko'paytirmaydi, faqat oziqlantiradi. O'zimizda mavjud bakteriyalarni oziqlantiradi, ularni sog'lomlashtiradi, ularni rivojlantiradi, ko'payishiga yordam beradi, shashorat yaratib beradi. Faqat uzoq vaqt qabul qilganda, 3 oydan 6 oygacha. Chunki florani almashish, tug'ilish, ko'payish jarayoni shu muddatga borib taqaladi. Endi biz o'sha davr mobaynida sut ichmasligimiz kerak. Agar biz sut ichib qo'ysak, bizda boshlanadi burleniya, ya'ni o'sha gaz oshqozon-ichak traktida shakllana boshlaydi, ovqat hazmi buzilishi, kekirish va hokazo shunga o'xshash holatlar kuzatilishi mumkin. Tarixda ota-bobolarimiz antibiotikdan foydalanishmagan. O'zi 1985-yilda antibiotiklar, ilk antibiotiklar o'sha pensilin oilasiga mansub antibiotiklar ishlab chiqarila boshladi. Hammasi o'sha davrdan boshlandi. Qabul qila olmaslik. Endi keyin gormonal preparatlar, terapiya, ya'ni ximik terapiya bu ham sababchi bo'ladi laktozani o'zlashtira olmaslikka. Stresslar, juda kuchli stress isbotovat qilsak ham biz laktozani o'sha payt sut ichmasligimiz kerak. Endi hozirgi kunga kelib ekologik muhitda ham biroz o'zgarish bo'ldi. 40 yoshdan oshgandan keyin sut qabuli keskin darajada zararli deb baholandi. Nima uchun? O'sha biz antibiotik qabul qilishimiz natijasida vujudga keldi. Endi hozirgi kunda antibiotik qabul qilmaydigan tog'li zonalarda 95-100 yoshga kirgan onaxonlar, otaxonlar, chunki ular yoshligidan immunitetini mustahkam qilib kelgan, hech qanaqa antibiotik qabul qilmagan, stressga berilmagan, gormonal preparatlar qabul qilmagan va hozirgi kunga ham sutni bemalol ular yaxshilab o'zlashtira oladi laktozani. Endi shaharlarda esa bu teskarisi. Biz parapatish davolanamiz, parapatish antibiotik qabul qilamiz. Buning natijasida sut
sutni qabul qila olmaslik holati bizda kuzatiladi. Kam harakatliligimiz, harakat kamroq, energiyamiz kamroq, shuning uchun shunaqa holat kuzatiladi. Endi sutni o'rnini bosuvchi analoglardan foydalanishni ko'pchilik tavsiya qiladi. Masalan, ovsiyaniy sut. Ovsiyaniy sut oqsil saqlamaydi o'zida. Chunki yetarlicha oqsil saqlamaydi. Faqat молочный belok bo'lishi mumkin echki sutida yoki mol sutida. Boshqa sutlarda ham bo'ladi. O'sha tuya sutida kamroq, go'shtda ko'proq oqsil. Oqsilda ham hazm qilish qiyinroq. Endi biz antibiotik qabul qildik, gormonal preparatlar qabul qildik, ximioterapiya qabul qildik. Hech qachon sut bilan zaminat qilmaylik oziq-ovqatimizni. Bo'ldi, o'sha paytda biz shakardan ham voz kechishimiz kerak, sutdan ham voz kechishimiz kerak. To'g'ri, sabzavotlar bilan ovqatlanishimiz kerak. Go'sht yesak можно. Endi uni o'rnini bosuvchi ne'matlar bor. Birinchi ne'matlardan bittasi sut mahsuloti bo'lmish kefir. Kefirdan foydalansak bo'ladi. Juda ham tarkibida foydali bakteriyalar saqlovchi ajoyib foydali mahsulot sifatida qaraladi. Undan tashqari yogurtlar. Yogurtlar ham tarkibida laktobakteriyalar saqlaydi. Yogurtlar, kefirlardan foydalansak bo'ladi. Kefirda ham juda ham ko'p minerallar mavjud tarkibda. Energiya balansini tiklovchi, undan tashqari energiya beruvchi, organizmga demak o'sha xususiyat beruvchi ne'matlarni o'zida saqlaydi. Keyin mana tog' aholisi bunaqa sariyoladan, sut mahsulotidan tayyorlangan sariyoladan tayyorlab iste'mol qilishadi. Buni qanaqa tayyorlashadi? Birinchi suzma shaklida bo'ladi bu. Suzmani ham juda ham ko'p foydali xususiyatlari mavjud. Suzma chakka deydi, Qashqadaryoda chakka deydi. Bu Qashqadaryoniki chakka. Bir xil joylarda qatiq ham deyishadi. Suzma ham juda ham foydali. Suzmadan biz sog'lik uchun, salomatlik uchun foydali qurt tayyorlasak bo'ladi. Bikurunga deyishadi buni chetda qurtni. Qurtni qanaqa tayyorlanadi? Qanaqa tayyorlagan ma'qulroq? Qurtga tuz qo'shamiz. Biz Gimaloy tuzidan qo'shsak, Gimaloy tuzi tarkibida 60 dan ortiq minerallar saqlaydi. Bizga foydali xususiyati ko'proq tegadi. Gimaloy tuzi qo'shganimizda foydaliroq bo'ladi organizm uchun. Qurt qo'shamiz. Biz o'zimiz qurt tayyorlab o'zimiz iste'mol qilamiz. O'tganni qo'ni-qo'shnilarga sotamiz. Gimaloy tuziga tayyorladi. Juda ham foydali xususiyatga ega. Minerallarga boy. Organizm energiya balansini tiklovchi, hazm jarayonini yaxshilovchi, foydali bakteriyalarni organizmda ko'paytirish xususiyatiga ega. Mana tog' sariyo keyin buni o'sha guppa deyishadi yoki bo'lmasam hozir masloboykalar chiqqan, suv aralashtirib chayqatish eskicha tarixda momalarimiz, onalarimiz qilgan usulda chayqatib bir idishga mana sariyog'ini olishadi. Keyin tuzlashadi buni. Ba'zi birlar qoringa solib, o'sha mol yoki qo'y qorniga solib, g'orlarga saqlashadi uzoq vaqt. Juda minerallarga boy, foydali, to'yimli mahsulotlardan bittasi sanaladi. Ajoyib foydali yog'lar. Hech qanaqa yomon xolesterinni shakllanishiga olib kelmaydi. Mana o'zimiz uy sharoitida sir taxlaganmiz. Juda ham foydali sirlardan bittasi sanaladi. Bu ham sut mahsuloti, foydali bakteriyalar saqlaydi. Tvoroglar, brinza, smetana. Lekin smetanani maslahat bermayman. Vovремя antibiotik qabul qilayotgan paytda. Kefirdan foydalansangiz bo'ladi, lekin smetanadan, tvorogdan foydalanib bo'lmaydi yoki sirdan foydalansangiz bo'ladi. Sir tabiiy bo'lishi kerak.
bozordagi bo'lmasligi kerak. O'zingiz qo'lingiz bilan tayyorlagan bo'lishingiz kerak. O'shanda uni foydali bakteriyalari sizda o'sha zararlangan bakteriyalarni oziqlantirishga yordam beradi. Buni tarkibidagi prebiotiklar o'sha bizani foydali bakteriyalarni oziqlantirishga yordam beradi. Demak, hazm jarayonini yaxshilaydi bu. Hazm jarayoni yaxshilanadi, terilarimiz yaxshi shakllanadi, kollagen ishlab chiqarish yaxshi shakllanadi. Biz kollagenga ehtiyoj his qilmaymiz, bo'g'imlarda og'riq his qilmaymiz. Hozir bo'g'im kasalliklari juda ham ko'payib ketgan. Osteoporoz, ko'ksiartroz degan kasalliklar kelib chiqishini bartaraf qiladi. Endi sut 40 yoshdan oshgandan keyin iste'mol qilsangiz bo'ladi, faqat antibiotik qabul qilmagan bo'lsangiz, florangiz yaxshi bo'lsa, hazmingizda muammo bo'lmasa, uni qabul qilsangiz bo'ladi. Qandli diabet kasalligingiz bo'lmasa, sog'lom hayot kechirgan bo'lsangiz, harakatingiz yaxshi bo'lsa, stress ko'proq ispitovat qilmasangiz, bu bemalol sut ichsangiz sizga foyda keltiradi. Sut tarkibidagi barcha minerallar albatta energiya balansi, ya'ni o'sha kaloriyali energiya balansimizni oshiradi, to'q tutadi va immun tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Agar bizda kasallik alomatlari bo'lsa, antibiotik qabul qilgan bo'lsak, rak holatlari, kimyoterapiya qabul qilayotgan bo'lsak, bizni og'irlashtiradi qaytanga. Qandli diabetimiz bo'lsa, buni ichsak, sutni ichsak og'irlashib qolamiz. Sizlarga bugun endi imkon boricha o'zim bilgancha maslahatlarimni berdim. Hali bu haqida ko'p gaplashamiz. Kimda qanaqadir savollar tug'ilsa, kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Bugungi efirimizda sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatimiz shundan iborat edi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang.